kun yomon ketdi. Shuni tagiga o'tirsam ham shamol kelmayapti. Voy, biroz bo'lsa ham shamol kelyapti, lekin bu bilan o'tirib bo'lmaydi. Men shunchaki bu yerda qo'l qovushtirib o'tira olmayman. Mer bilan gaplashib biron narsa qurmasa bo'lmaydi. Hali obedda 90-100 gradusga chiqarkan. Yo'q, hamma salom bolalar. Sizlar bilan men Vizir va mening yangi va qaynoq videomga xush kelibsiz. Video boshlashdan oldin albatta o'zida tugmasini bosib qo'ying. Bolalar, bu quyoshni qaranglar, odamni yeyman deydi. Hozir ham eng kami 50 gradus. Hamma suvlar ham qurib qolgan. Men mer bilan gaplashib bironta bunker qurmasam bo'lmaydi. Bu yerdagi suv ham qurigan. Menimcha hamma agrodlardagi suv qurigan. Tak, o'zi mer shu yerdami yoki boshqa joylarga qochib ketdim? Bu yerga mer yo'q, menimcha o'zini ishxonasida. Tak. Qani shu yerdamda, shu yerda. Yo, mer qalash, yaxshimisiz? O, bu yerda ham bor ekan. Mer, qarang, sizga bitta taklifim bor edi. Yana qanaqa taklif? Qarang, qishlog'imizga anomal issiq kelyapti. Bunda o'tirsak tirik qololmaymiz. Mana maslahat bermoqchisan. Men qishlog'imizga bunker qurmoqchiman. O'sha yerda hammamiz mazza qilib dam olamiz. Shuning uchun sizdan resurslarni so'rashga kelgandim. Skillatdan barcha yo'llarni olayver. Ha, mayli, men ketdim. Tezroq ishimni bitiray. Tak, hamma narsa meni oldimda. Bu eshigimni yopilmayapti issiqda. Tak, meni uyimni orqasida bir skillat bor. O'sha yerdan narsalarni olsam bo'lar ekan. Tak, mana o'sha skillat. Tak, hamma narsa menimcha shu yerda saqlanadi. Voy, nima, bu yer ham isib ketgan. Bu yerdan kirka, belkurak, tapor hammasi bor ekan. Tezroq ularni olishim kerak. Bu yerda nafasim qaytib ketyapti. Tak, bularni hammasini olishimiz kerak. Mana bu yerga stulni qo'yamiz. Kirka, belkurakni ham shu yerga qo'yamiz. Belkurakni ham qo'yamiz va televizorni ham. Stop. Men bularni bitta ola olmayman. Bu yerda nafasim siqilib o'lish niyatim yo'q hali. Bularni hammasini terib olamiz va bochkani qaytib qo'ysak bo'ldi. Mana topdim. Endi buni joyga qo'yib qo'ysam va meni ishim bitdi bu yerda. Tezroq bu yerdan chiqmasam nafasim qaytib o'lamas edi. Tak, endi bunkerni qayerga quraman? Va ana shu uyning orqasiga biroz tekisroq joy bor edi. Shu yerda qursam ham bo'lar. Tak, qayerga quraman? Bu yer bo'lmaydi. Shuni orqasiga quraveraman. Va mana sizlarga aytgan tekis joyim. Lekin biz ana shu yerda qurishni davom ettiramiz. Birinchi, hamma keraksiz o'tlarni tozalab olishimiz kerak. Bizga bular xalaqit beradi va bunker eshigini o'rnatamiz. Tak. Qayerga o'rnatsam ekan, lekin bu ham og'ir ekan. Tezroq qo'ymasam o'z belim sinadi. Voy, qo'yib oldim. Endi atrofini g'isht bilan o'raymiz. Nimaga g'isht desalar, g'isht issiqni uncha tortmaydi. Shuning uchun devorlarni g'ishtdan qilib qo'yaveraman. Sizlarni vaqtinglarni olish niyatim yo'q va men ana shu devorlarni o'rab bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Va mana oxirgi bloklar va mana men devorlarni qurib bo'ldim. Endi ichkariga bunkerni qursak ham bo'ladi. Stop. Bu yer ko'p qorong' bo'lib ketmayaptimi? Ham mayli, qazaveray, qani bir gap bo'lar. Stop. Yo, men bu qorong'iga qazay olmayman. Hozir qishloqning markazidan bitta fakil olib kelaman. Tak, fakil menda. Endi qazishni davom ettirsak ham bo'ladi. Tak, bu yerga kirib olamiz va qazishni davom ettiramiz. Men bu bunkerni biroz chuqurroqda qilmoqchiman. Shuning uchun ichkariga kirib ketaveramiz. Menimcha yetarli chuqurlikka tushib oldik. Endi har yoqqa kovlab chiqsak bo'ldi. Tak, endi shu yerga fakilni qo'ysak ham bo'ladi va mana ana shu yerga qo'yib qo'yamiz va endi qazishni davom ettirsak ham bo'ladi. Men bunkerni ikkita xonali qilmoqchiman. Birinchisiga dam olsak, ikkinchisiga yotib uxlashga. Bu issiq necha kun bo'lishini hali hech kim bilmaydi. Shu yerga uxlashimiz ham mumkin. Men hamma yerlarni kovlab bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Deyarli hammasini kovlab bo'ldim. Endi ana bu muzlarni devorga o'rnatib chiqsam bo'ladi. Menimcha birinchi xona sal maydaroq bo'ladi. Ha, mayli, menga farqi yo'q. O'zim chiqsam bo'ldi. Qolganlar bilan mening ishim bor. Bu birinchi devor ham deyarli tayyor. Menimcha ana shu to'g'ridan bir blok kavlab chiqishimiz kerak. Bo'lmasa xona shilishga mayda bo'lib qoladi. Undan nimani kutyapman? Albatta buni ham bir blok kattalashtiramiz. Hali buni qurib bo'lay, har bir ziteldan bir stakdan izolot olib chiqaman. Men bu issiqda kuchida ish qilyapman, ular mazza qilib yaqdagina uyda yotibdi. Men bu issiqda uyga o'tira olmasdim. Baribir shu ishni men qilaman. Bu yerga muzlarni qo'yib chiqsak ham bo'ladi. Mana bu yerga ham tepasini ham muz bilan to'ldiramiz.
Deyarli xona sovib ketdi. Boya ko'layotgan paytim xona dim edi. Endi biroz salqinlashdi. Tak, bu devorni ham muz bilan to'ldirishimiz kerak. Jin ursin, bu yerni kavlash ishdan chiqib tezroq xonalarni tayyorlashim kerak. Obeddan havo yonadi. Nima bo'lsa ham bizni bunkerga hech narsa bo'lmasin. Bo'lmasa ham muzlar erib ketadi. Va biz cho'kib ketamiz. Menimcha bu muz Minecraftdagi eng erimaydigan muz. Gapirishni ham yorvordim. Tak, tepasini ham yopib chiqamiz. Endi keyingi devorga o'tsak ham bo'ladi. Tak, ana bu fakelni olib bu devorni ham qilishim kerak. Tak, nima? Bu qo'lda ham yoritadimi? Bo'lmasa buni ikkinchi qo'lga olib olamiz. Lekin men hech qanaqa mod qo'yishganim yo'q. Ha, mayli, bu menga yaxshi. Bu devorni ham qazib muz bilan o'rab chiqamiz. Mana. Endi bu yerda ham muz qilsak ham bo'ladi. Tak, tezroq polni ham qilishimiz kerak. Bu yerlarni ham muzamiz, bu yerlarni ham. Men polni ham muzdan qilmoqchiman, chunki mazza qilib muzdagina o'tiramiz. Tezroq polni ham o'rnatib tashlashim kerak. Mana. Uf, fakir qo'yaverib buzyapti. Tak, bu yerlarni ham tezroq qo'yib tashlashimiz kerak. Deyarli obed ham bo'ldi. Biram qo'yib qiyshiq bo'lamanda. Mana bu yerlarga ham qo'yamiz, bu yerlarga ham. Menda hali muz ko'p. Ikkinchi xonaga ham yetsa bo'ldi. Tak, mana deyarli bo'ldi. Yana qiyshiq qo'yib yubordim. Buni ham sindiramiz va mana deyarli polimiz ham tayyor. Stop. Hali men tobni yopganim yo'qmi? Ha, mayli, buni ham tezroq yopib tashlaymiz. Mana bu fakelni olamiz va belgilar bilan tezroq qazib tashlaymiz. Stop. Men 2 blok qilmoqchi emasman. 1 blokdan qilsam ham yetadi. Mana. Bu yerlarni ham tezroq buzib tashlaymiz. Tak, bu yerlarni ham buzamiz. Hammerlarni buzib chiroyli qilib tepani ham muzdan qilaman. Endi bu yerni ham muz bilan yopib chiqsam bo'ldi. Bu yerlarni ham tezroq yopib tashlashim kerak. Mana bunaqa joylarni ham muz bilan yopib tashlayveraman. Menga farqi yo'q. Menga muz kerak bo'lsa mer topib beradi. Axir men bu yerda qancha ish qilyapman. Qarab tursin, hali hamma jitillardan aytganda bir stakdan izimni olib chiqaman. Menga farqi yo'q. Agarda bermayman desa, ko'chaga qoldim deyaversin. Birinchi xonamiz tayyor. Mana bu yerlarni ham qilib chiqishim kerak. Mana va xonamiz tayyor. Endi bu yerda mazza qilib hakka o'ynasa ham bo'ladi. Yuhu, mazza qilib sirpanyapman. O'yin kulguni keyinroqqa yig'ishtirib qo'yishimiz kerak. Endi xonani qayerdan qursam ekan? Mana shu yerdan quraveraman. Menga farqi yo'q. Mana bu yerlarni ham buzib chiqishimiz kerak. Mana. Menimcha bu xonani qurishim sizlarga umuman qiziq emas. Qurib bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Va mana oxirgi bloklar. Ikkinchi xonamiz ham tayyor. Endi xonalarni bezatib chiqsam bo'ldi. Mana bu yer ham qolib ketdi. Bu yerni ham g'ishdan qilamiz. Mana va tayyor endi. Endi hakkili xonamizni ham bezatsak bo'ldi. Tak, mana bu devorni qayerga qo'ysam ekan? Menimcha shu yer ideal joy. Mana shu fakel meni juda ham asam buzyapti. Shuni olib qo'ysam. Nima men qorong'ilashib ketdi. Tezroq fakirni qo'lga olish kerak. Yana yorug' qaytdi. Bu jumot mer ham bironta bir fonar ham bermagan menga. Даже ana shu xonaga qo'yishga ham svet yo'q. Ha, mayli, menga farqi yo'q. Men ana shu issiqdan omon qolsam bo'ldi. Ana bu stullarni bu yerga qo'yib chiqsak bo'ladimi? Tak, menimcha yaxshi joylashdi. Endi buni qayerga qo'ysam ekan? Buni bu yerga qo'yaman va buni ustida televizor bo'ladi. Qani televizor? Ko'ryapsizlar, shu yerga ham pastlik qilgan, bo'm-zo'mdan qolib ketgan televizor. Tak, buni ham shu yerga o'rnatamiz. Nima uchun o'rnatmayapti? Mana o'rnatildi. Endi bu yerdan axborotlarni ko'rsak bo'ladi. Endi bu stullarni qayerga qo'yaman? Tak, mana bularni bu yerdan olishim kerak. Tak, bu yerdan olamiz yo'q. Kresloni emas, kresloni qaytarib joyiga qo'yib qo'yishim kerak. Mana. Tak. Qanaqa nima yerdan olsam ekan? Bo'ldi, mana endi joyiga qo'yib qo'ysam bo'ldi. Tak, stollarni qayerga qo'ysam ekan? Bu yerga uxlaymiz. Tak, mana shu o'rtaga qo'ysam ham bo'ladi. Shu yerga ovqat deb bir nimalar qilib o'tiramiz. Mana shu yerga qo'yamiz. Buni esa shuni oldiga qo'yib qo'yamiz. Oldiga ikkita stolcha, buni bu yerga qo'yib bo'lmayapti. Mana bu yerga qo'yamiz. Tak, nima uchun qo'yib bo'lmayapti? Mayli, bu yerga qo'ysak ham bo'ladi. Endi stol ustiga pizzani qo'yamiz. Mana, lekin meni qornim juda ham ochib ketdi. Buni yegim kelyapti.
Ha mayli, qolgan zitilar bilan birga yeyman, lekin juda ham mazali pepperoni pitsa yeganda o'zi ham eng yoqtirganim. Ha mayli, buni keyinroq yeyman. Ana endi gullar ham bordi menda. Gullarni ham qo'yib chiqamiz. Mana bu yerga bu gulni qo'yamiz. Vau, chiroyli gul ekan. Bitta uyimga olishim kerak shundan. Ya bo'lmasa shu bunkerdan olib ketaman. Tak, mana bu ikkita gulni bu yerga qo'yamiz, bu yerga qo'ymaymiz. Bu yerga shunga darmon bo'ladi. Buni esa yotoqxonaga qo'yamiz. Yotoqxona deganda menga kravatlar bor edi. Kravatlar qani? Va mana topdim. Tak, buni bu yerga qo'yamiz. Keyingisini esa bu yerga va oxirgisini shu yerga. Yo'q, xato qo'yib qo'ydim. Endi bundoq qo'yish kerak va mana qo'yildi. Tak, havo soatgiz qani? Va mana topdim buni ham. Buni shuni tepasiga qo'yib qo'yaman. Tak, buni ustiga bitta bosh qo'yamiz va bu xonani havosini almashtirib o'tiradi va ikkinchisini bu yerga qo'yamiz. Lekin xona muzdagina bo'ldi. Bu yerga mazza qilib uxlayman. O'zi bu xonaga ana bu gulni qo'yish uchun chiqqandim. Gul ham qo'yildi, lekin mazza qilib uxlayim kelyapti. Mana bu ichimliklarni ham qo'yib chiqishim kerak. Mana bu yerga bittasini qo'yib qo'ysak, nima uchun qo'yilmayapti? Bu yerga hamma aylan shu pastroqga qo'yib qo'yaman. Yigitlar o'zi olib ichishadi. Yo, bu yer oyoqday bo'lib qo'yapti. Qayerga qo'ysam ekan? Tak, mana shu yerga qo'yib qo'yaman. Hech kim yerga bormaydi. Mana bu xolodilnikni qayerga qo'ysam ekan? Bu yerga qo'yaman. Yo'q, bu yerdan kirib chiqiladi. To'g'ri kelmaydi. Stop. Ana shu yotoqxonani bir chetiga qo'yib qo'yaman. Yigitlar kirib o'zlari ichishadi. Bu yerga bo'lmaydi. Tak, bu yerga uxlashadi. Mana shu yerga qo'ysam yigitlar shundan eshigidan kiradi va oladi va chiqib ketadi. Mana kolani qo'yamiz. Qolgan napitkalarni ham qo'yish kerak va mana qo'yildi. Endi shunchaki jitirlarni aytib kelsam bo'ldi. Tak, hamma jitirlar menimcha shu yerga kirib ketdi. Endi bunker eshigini yopamiz va shu bilan qaytib chiqmaymiz bu yerdan. Menimcha hamma jitirlarni aytgandi va mana hammasi qolgan jitirlar qishloqdan qochib ketishgan. Qalaysan jitir yaxshi? Misol senchi, men qalaysiz? Sen qalaysan? Jitirlar mayli, men uxlayman. Men charchab ketdim bularni ko'raman deb. Sizlar bemalol bayram qilaveringlar. Sen bizga kola fanta yo'qmi? Obga bermaysan bizga. Sening oyog'ing bormi? Qo'ling bormi? Borib olib kelib ol. Shuncha ishni qilib sen kola fanta toshiymanmi? Bor yo'qolaring, kelib o'zing olib kelib ol. Ana shu pulga ham o'tirib bo'lmayapti senlar dastingdan. O, ana o'tirib oldik. Endi mazza qilib pitsa yeyman. O, mazza pepperoni pitsa. Qorin to'ydi. Endi mazza qilib uxlasam bo'ladi.